Loydan arzon tushgan pena-beton topib berdim. O'sha pena-beton hamma mahsuloti bir xil. Lekin bor akamiz shunchaki arzon qilib beribdi. 5 sm 35 mingdan, 7 sm 40 mingdan, 10 sm 45 mingdan. Jigar setda shuni 45 mingga gaplashganmisiz? Ha. Ket qilib ko'rsam bo'laveradimi? Bo'ladi aka. Bemalol odamlarga ishonchli bo'lsin deb ko'rsatib beraveradi mana. 10 sm 100 chiqadi, 10 sm dan katta bo'lib ketibdi. Novoda stejga quytiraman siz. Stejkalarda ham 10 sm ni 55 mingdan qilib berasiz. Vodiychi, ha, xudo xolasa. 10 sm ni. Do'stlar 100% garantiyali. Bir xilga odam aytayapti, yorilib ketadi, boshqa bu deydi. U odam o'zi negativ. Negativ bizga kerak bo'ladi. Tanjoni sog' bo'lsin. Bu narsani qachonki tayini mana har bittasiga akamiz miqoq chiqqan ekan uyda egasi. Shu darajada tekis bo'lsa, hech qanaqa qimillamasa yorilib ketmaydi. Agar tayinlik kelib tursa, quysiz beton ham yorilib ketadi. Shunaqamizda ishlarimizga garantiya bor. Vodiy bo'ylab 35 ming, 40 ming, 45 ming. Shunaqa aka joyiga qarab, aka xudo xolasa. Olasiz 5 sm, olasiz 7, olasiz 10 sm. Quyidagi nomerlarga aloqaga chiqib, batafsil ma'lumot olib, uyingizni bemalol shunaqa pena-beton xizmatidan foydalanishingiz mumkin. Xudo xolasa ishlariga garantiya. Hozirda Farg'ona Besbolada akamiz yorib qilib beryapti ekanlar.